Navbatdagi manzilimiz Andijon viloyati O'rmonbegi bo'ldi. Xonadonimizga Samarqand Fason darvozamizni ustanovka qildik. Darvozamiz 2 qavatli Samarqand Fason darvoza bo'lib, materiali ikkita stoka steglari, shivillar bo'lgan, profillar 6 ko'tar, listi birinchi qavati 2li list, ikkinchi qavati riflonka list bo'lgan, обязательно shumkali holatda. Darvozamizning kraskasi har doimgidagi banishning original devo kraska bo'lib, korishniy holatda sepib berganmiz, ustini levis bilan ajratib berganmiz. Darvozamizning gullari ham original holatda, to'liq holatda, juda ham chiroyli holatda chiqqan va egalarining talablari bilan sherni kallasini qiyofalovchi shunday narsalarni o'rnatib berganmiz. Darvozamizning zamogi har doimgidagi original Friday firmaning zamogi bo'lib, o'chirib yopilishlar juda ham yengil holatda bo'lgan, darvozamizning rangiga podsvet holatda o'rnatib berganmiz. Darvozamiz haqida egalarning fikrlarini so'rab qolamiz. Aka, darvozamiz yoqdimi? Darvoza yoqdi, o'z